Energy Park turar joy majmuasiga kelganmiz. Oki birinchi 7-qavatdan sizga balkondan manzarani ko'rsatmasam bo'lmaydi. Shundoq G'ofur G'ulom parkini orqasida joylashgan premium klassdagi turar joy majmuamiz. Mana bu manzarani qarang. Shundoq parkning orqasida ko'llarigacha juda chiroyli yashil maydon, daraxtlarimiz endi hozir qish bo'lganiga shunaqa turibdi-yu, atak yozda juda chiroyli yashil bo'lib turadi. Asosiy kiraverishimiz встроенный shkafligacha qilib qo'yilgan. Albatta kirganimizdan keyin mana bu birinchi xona bizani kutib oladi. Bu yerda bizani oshxona, zal, studiyniy qilingan zonamiz. Zalimizni ko'rayotganingizdek mana shunaqa uglovoy divan qilingan, televizorlarimiz ilingan, devorlarimiz to'liq MDF bambuklardan obshivka qilib qo'yilgan. Remont minimalizm, ko'zingizni charchatadigan mashincha narsa ham topa olmaysiz. Kirib keldik, keyingi bu yerda bizani oshxona zonamiz joylashgan, hamma mebel texnikasi qo'yilgan, faqat mana shu xolodilnikni olib chiqib ketadi. Bu yerda o'zi mana ko'rayotganingizdek xolodilnik bor. Posuda yuvadigan mashinalarimizgacha xullas hamma mebel texnikasi tayyor. Stol, divanli zonamiz qilingan. Balkondan bo'lsa manzarasini ko'rsatib o'tdim. Juda chiroyli parkka qaragan. Eshiklarimizni ko'rayotganingizdek skryuti eshiklardan qo'yilgan. Yo'lligimizdan shundoq keldik. Bu yerda bizani birinchi xonamiz, master spalnamiz joylashgan. Встроенный o'zini shkaflari bilan yotoqlarimiz qo'yilgan va mana bu manzarani bu tarafga bitta ko'rsangiz bo'ladi o'zingiz. Toshkent teleminorasi dismini istiman. Xullas tog'lar ham shundoq xonadonimizdan ko'rinib turibdi. Значит, bu joyimizda Toshkentning baland nuqtalaridan bittasida bemalol eta olamiz va bu xonamizni bo'lsa o'zini ichida sanuzyuli dushvayasi bilan joylashgan. Shundoq yo'ldan keldik, o'rtada bo'lsa bu yerda bizani общий sanuzyulimiz o'zini vannasi bilan joylashgan. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu bizani 3-xonamiz, yana bitta katta spalnamiz joylashgan. Energy loyihasiga o'zi hech qanaqa savollar bo'lishi mumkin emas. Qurilish bo'yicha o'zingiz bilasiz, qanaqa premium klassdagi domlarni qurishadi. Bu uyimiz ham juda chiroyli tushgan ekan. Yashil maydonlarga ayniqsa gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu детская plashatkasi, yopiq parkovkalarigacha va yana bitta atmosfera shundoq parkka yonida bo'lgani bilan. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, 7-qavatda joylashgan 105 kvadratli xonadonimizda remont mebel texnikalari bilan $249,900 so'ralyapti.